Assalomu alaykum ustoz, bitta shu sinfimga gapirib olsam maylimi? Hozirdan darsingizni buzdim. Mayli, keling bemalol. Rahmat ustoz. Sinfkom, tur o'rningdan. Nima ustoz? Sardorga telefon qil, ota-onasiga tez darsga bersam, hozir 2-soatdan keyin komissiya keladi. Men sizlardan deb gapirishni xohlamayman, tushundinglaringmi? Ustozjon, shu o'zingiz darsiz bo'lgan payt ozgina bir tarbiyasi bilan o'zini shug'ullanish kerak-da. Har shoxligi borda bir ikkitasini Uyal hamma. O'qituvchilar zamaniga uyalmaysan. Shovqin qilma, dam. Buni qarang. Ikkita o'qituvchining yoniga gapirib uyalinglar, betarbiyalar. Bo'ldi, ustozjon, men o'zim bularga gapiraman. Hammasini o'zim bilaman gapirish. Sen telefon qil, tez Sardor qiyra bo'lsa ham topilib kelsin. Uzrdan siz darsingizni ustozjon, mayli,